Konnichiwa minasan. Bugun yapon alfabetini ko'rib chiqamiz. Yaponiyada o'zi 3 xil alifbosi bor. Hiragana, katagana va kanji. Kanji hierogliflar. Hiragana bu o'zlari uchun kundalik ishlatadigan harflar. Mana bu hiragana. Katagana degan harflari bor. Chet eldan kirib kelgan so'zlar, ismlarda ular boshqacha alfabetda yozishadi. Uni nomi katagana. Uni keyingi videolarda ko'rib chiqamiz. Bugun hiraganani ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Xo'p, bismillah. A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Shi, Su, Se, So, Da, Chi. Hop. Tsu, Te, To, Na, Ni, Nu, Ne, No, Ha, Hi, Fu, He, Ho, Ma, Mi. Yana boshdan. Mu, Me, Mo, Ya, Yu, Yo, Ra, Ri, Ru, Re, Ro, Va, O, Hayron bo'layotgan bo'lsalaring kerak, tepada boshqa rangda yozilgan, pastda boshqa. Maklerim tugab qoldi, shuning uchun ko'kda yozib qo'yardim. Hammasi bir xil harf. Xo'p. Buni iloji boricha o'zlaringiz daftarga yozib, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, A ni ko'ryapsizmi? A ni o'sha kataganada, hiraganada yozib, dovushlaringizni chiqarib turib, daftarga iloji bo'lsa bir varaqni to'ldirib tashlaring mana shu A ga. Keyin G betini ochib I ga, I ni mana shunday yozib qarang. Qanday yozilgan bo'lsa shunday yozib I ni I deb turib ham gapirib ham yozsalaring двойной esda qolishi oson. Xuddi mana shu упражнениyani tepadan pastga, men pastdan tepaga qilardim. Menda shuning uchun eslab qolish yaxshi bo'lgan. Tepadan pastga yozib chiqardim, keyin pastdan tepaga qaratib yozardim. Esda qolish